Dərtlər davası. 2. bölüm. Günah, məsiyət və onun əlaqədar məsələlər. 10. bab. Günah, məsiyətlər Allah və onun peyğəmbərinin lənətinə düçar qılады. Şübhəsiz ki, günah, məsiyətlər günahkarını Allah və onun peyğəmbərinin lənətinə düçar qılады. Allah Taala'nın lənətinə düçar boladigan günahkarlar. Zəmində buzuqçılıq qılğuçular. Seyli rəhimni üzgənlər. Allah və onun peyğəmbərə azar bərgənlər. Allah Taala nazil qılğan ochiq pakit və hidayətlərini yoşurğanlar. Pak günahsız müminlərə böhtan çaplığanlar. Kafirlərinin yolunu müsəlmanların yoludan toğra deb qarğuçular. Ərçi yasınıb alğan ayollar, ayolçı yasınıb alğan ərlər. Parxorlar, par bərgüçülər, arada dəllallıq qılğuçular. Peyğəmbər əleyhissalamның lənətinə düçar boladigan günahkarlar. Məng çəkgüçü, çəkdirgüçü ayollar. Çaç ulğuçu, ulatqıçı, yəni yalğan çaç salğan, saldırğanlar. Məngzinin tükünü qırğan, qırdırğan ayollar. İnçikiletgüçü ayollar və inçikiletdirgən ayollar. Cəzanı yegüçü, bərgüçü, cəzanı işlərə katiblik qılğan, guvoh bolğanlar. Təlin qıldırğan ər və ayol. Oğurluq qılğuçular. Haraqkeş, saqi, haraq işləp çıxarğuçu, haraq zavodida işləydiganlar, haraq satqıçı və setib alğuçular. Haraqның pulunu xərcləyənlər, haraq toşuğuçular və haraq havalaçıları. Təlin qıldırğan ər və ayol. Oğurluq qılğuçular. Haraqkeş, saqi, haraq işləp çıxarğuçu, haraq zavodida işləydiganlar, haraq satqıçı və setib alğuçular. Haraqның pulunu xərcləyənlər, haraq toşuğuçular və haraq havalaçıları. Çigra belgiləri, yol belgiləri qatarlıqlarını buzub etküçülər. Ata-anasıga lənət qılğuçular. Tirik canlıqlarını nişan qılıb, oq etiş məşqi qılğuçular. Ayalğa özgürüb alğuçu ərlər. Yəni ayalçı yasınıb alğanlar, yoki operasiya arqılıq ayalğa özgürüb alğuçular. Ərgə özgürüb alğuçu ayallar. Yani ərçi yasınıb alğan, ərgə özgürüb alğan ayollar. Allah'ın gayri üçün qurbanlıq qılğan, qan qılğanlar. Bidat peyda qılğan, yoki bidatxorның çabınını kötürgüçülər. Canlıqlarının rəsmini sızğuçular, bətçivazlar. Ata-anasıga haqaret qılğuçular. Əmani yoldan adaştırıb etküçülər. Çarvalarga basqınçılıq qılğuçular. Mal çarvalarga ən salğuçular. Yani köydürüp, dağlap kesip ən salğuçular. Müslümanға ziyan salğan yoki onu aldığanlar. Qabri ziyaret qılğuçu ayollar və qabrlarını məscid qılıb alğuçular. Qabrlarga çıraq yaqquçular. Eri bar ayolni buzğanlar. Başqalarının ailəsiga buzğunçılıq salğanlar. Xo'jayinining qo'lidagi qulni buzğanlar. Ayol kishining maqtidan jinsiy munosabat elib borganlar. Erini rad qilib, yolg'iz uxlagan ayollar. Tong otquchi farishtalarning la'natiga uchraydi. Özünü dadısından başqalarga nisbat berganlar. Qeyrindishiga tig' tanglaganlar. Farishtalar uningga la'nat qiladi. Sahobalarni tillaganlar. 11. bab. Günah masiyat bilan shug'ullanuvchilar Peyğəmbər əleyhissalamның duoyidan məhrum qıldı. Günah masiyat bilan shug'ullanuvchilar Peyğəmbər əleyhissalamның və farishtalarning duoyidan məhrum qıldı. Şübhəsiz ki, Allah Taala peyğəmbərini mümin ayollarga məğfirət tələb qilishga buyurgan. Allah Taala mundaq deydi. Ərşini kötürüb turgan farishtalar və ərşinin çörsüdəki farishtalar Pərverdigarıga təsbih etidi, həmd sana etidi, onunğa iman etidi, müminlərə məğfirət tilaydi. Ular etidi. Pərverdigarimiz, senin rəhmətin və ilmin həmin nərsini öz içigə aladı. Təvbə qılğanlarga və senin yolunğa əgəşkənlərə məğfirət qılğın. Ularni dozaq azabından saqlagın. Pərverdigarimiz, sən ularni, ularning ata-bovalardan, ayollardan, avlodlardan yaxşı bolğanlarni ularga va'da qilgan mangulik jannatga kirgizgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan. Parvardigorimiz, sen ularni yomon ishlardan saqlag'in. Sen kimni yomon ishlardan saqlaydi ekansan, shubhasizki bu kunda sen uningga rahmat qilgan bo'lasan. Bu cho'ng baxtdir. Mana bu farishtalarning Qur'oni Karim va Peyğəmbər əleyhissalamның sünnətiga ergashgan, uningdan boshqa yo'llarni tark etgan müminlərə qilgan duosi. Müminlərdən başqalar bu duoning o'ziga yetishidan umid kutmasin. Chunki ular bu duo qartilgan müminlərning sifatini
özüge hazırlamagan kişilerdir. 12. bab. Asiylarning Peygamber aleyhisselam tushida ko'rgan jazolari. Samura ibn Jundub raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Peygamber aleyhisselam sahabilaridan sizlardan tush ko'rganlar bormi deb ko'p so'raydi. Ba'zilar Peygamber aleyhisselamga tushlarini o'rətdi. Peygamber aleyhisselam bir kuni atdiganda mundaq deb berdi. Kechisi 2 farishta kelib meni turg'izib yurit dedi. Men ular bilan yurdim. Biz yenicha yotgan bir odamning yoniga keldik. Uning ustida bir odam tosh tutib turadi va tosh bilan uning ustiga tashlanib kallasini yenjitdi. Tosh domlab uning oldiga keladi. Urg'uchi toshni elib, urilg'uchining kallasi saqib asli kelgicha kutib turadi. Uning kallasi asli kelgandan keyin yana avvalgidekla uning ustiga tashlanib kallasini yenjitdi. Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Men farishtalarga subhanalloh, bu ikki odam nima odam desam, farishtalar menga yur dedi. Biz yurib o'ngsiga yotgan bir odamning yoniga keldik. Bir odam uning bir tarafida turib, kanar bilan uning javg'idan, burnidan va ko'zdan bo'ynigacha tilatdi. Ondan yuzining ikkinchi tarafini shundoq qiladi. Bu tarafini tilib bo'lguncha avval tilingan tarafi saqib asliga keladi. Asliga kelgan tarafini yana avvalgidekla tilatdi. Men subhanalloh, bu ikkisi nima odamlar deb so'radim. Farishtalar menga yur dedi. Biz yurib to'niga o'xshaydigan bir cho'qurning bo'yniga keldik. Samura ibn Jundubning esida qilishicha, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. U yerdan qiyachiya anglanib turadi. U yerga qarsak, qip-yalang'och ayollar bor ekan. Ularning osti tarafidan o'tning yalqini kelib turibdi. Bu yalqin ularga kelganda, ular varqirishib ketadi. Men farishtalardan bular kimlar deb so'radim. Farishtalar menga yur dedi. Biz yurib bir o'stanga yetib keldik. Samura ibn Jundub aytdi-ki, esimda qilishcha Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. O'stang qanday qizil edi. O'stangda bir odam uzib yuradi. O'stang bo'yida yana bir odam yeniga nurg'un tosh yig'ib olgan edi. Heliqi o'stangda uzayotgan odam tosh yig'ib olgan odamning oldiga kelib og'zini ochadi. O'stang bo'yidagi odam uning og'ziga tosh silib qo'yadi. Men farishtalardan bular kimlar deb so'radim. Ular menga yur dedi. Biz yurib noyda qabih suratlik bir odamning qishiga keldik. Uning yonida bir o't bo'lib, u o'tni qo'chitdi va atrofida aylanib yuradi. Farishtalardan bu nima odam deb so'radim. Farishtalar menga yur dedi. Biz yurib bahorning xilma-xil gul chechaklari bilan to'lgan büyük baraqsan bir bog'chaga keldik. Bog'chaning o'ttirsida bo'yining egizligidan beshini ko'rgili bo'lmaydigan bir odam turibdi. Uning atrofida nurg'un bolalar turibdi-ki, bundoq ko'p bolalarni zori ko'rmagan edim. Farishtalardan bu kim? Ular kimlar deb so'radim. Farishtalar menga yur dedi. Biz yurib shunchalik cho'q bir bog'ga yetib keldik. Men bundoq cho'ng va chiroyli bog'ni zori ko'rib bakmagan edim. Farishtalar meni bog'ga chiq dedi. Biz bog'ga chiqib oltin kesak bilan kumush kesakdan bino qilingan bir shaharga yetib bordik. Shaharning darvozasiga berib ichib berishni talab qildik. Bizga shaharning darvozasi ichib berildi. Shaharga kirdik. Bu yerda bizni badallarning 20 eng chiroyli, 20 eng qabih bo'lgan kishilar kutib oldi. Farishtalar ularga "Biringlar, av o'stanga tushinglar" dedi. Qarsak to'g'risiga eqiyotgan bir o'stang turibdi. Uning suyi oqliqda go'yo sutdek edi. Ular berib o'stanga tushdi. Ondan bizning yonimizga qaytib keldi. Ularning badandagi qabihlik yo'qolib, ular eng chiroyli shaklga kirgan edi. Farishtalar menga "Bu sening manzilgohing adni jannati bo'ladi" dedi. Ko'zimni yuqoriga tikib qarsam, oq bulutdek bir saroy turibdi. Farishtalar menga "Mana bu sening o'rning" dedi. Men farishtalarga "Sizlarga Alloh baxt ato qilsinki, meni qo'yib o'tinglar, uningga kirman" dedim. Farishtalar "Hozir kirishga bo'lmaydi. Uningga kelajakda kirsan" dedi. Men farishtalarga "Kechidan buyon ajoyib ahvollarni ko'rdim. Ularni deb bersanglar" dedim. Farishtalar menga "Ulardan seni xabardor qilib qo'yayli. Sen oldida ko'rgan kallasi tosh bilan yenjilayotgan odam, Qur'onni o'rganib tashlayotgan va farz namoz vaqtida uxlaydigan odam. Sen ko'rgan javg'oy, burun va ko'zlardan tortib bo'ynigacha qilinayotgan odam, ertaganda uydan chiqib, sirtda yolg'on yovodoqlarni tarqatadigan odam. To'nirga o'xshaydigan chuqurda turgan ayollar bo'lsa, fohishvozlar. Sen ko'rgan o'stangda uzayotgan
ağzıga taş tiqilgan adam bolsa, jazonixo'rdir. O'tning yanida turib, uni qo'chiyotgan va atrofida aylanib turgan adam do'zaxga mas'ul farishta malikdir. Bag'da turgan egiz bo'yliq adam İbrahim alayhissalomdir. Uning cho'risidagi bolalar islom tabiati bilan tug'ilganlardir, dedi. Samura mundaq deydi. Müslümanlardan biri, ey Rasulullah, müşriklarning ballarimi shularning qatoriga kiramdi deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom müşriklarning ballarimi shularning qatoriga kiradi. Badallarining yerimi chiroyli, yerimi qabih kelgan kishilar yaxshilarga yomon ishlarni aralashtirib qilganlardir. Alloh ularni kechirsin, dedi. 13-bob. Gunoh ma'siyatlar yer sharining tangponligini buzib o'tadi. Gunoh ma'siyatlar yer sharining tangponligini buzib o'tadi. Suv, havo, ziroat, meva-cheva, uy turalg'i qatorliqlarda benormallik paydo qiladi. Alloh taolo mundaq deydi. İnsanlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Mujohid mundaq deydi. Zalim hukmron hokimiyat beshiga chiqsa, zulm va buzuqchilik qilishga boshlaydi. Alloh shularning kasofatidan yomg'irni cheklab qo'ydi. Shuning bilan etizeriqlar, jonliqlar halokatga yuzlandi. Alloh taolo buzg'unchilikni yaxshi ko'rmaydi. Mujohid Alloh taoloning insonlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi, degan oyatini o'qidi. Ondan mundaq dedi. Hey odamlar, Alloh bilan qasamki, bu oyatda tilga ilingan dengiz sizlar ko'rayotgan muayyan dengiz emas, lekin har qanday bir mahalla bir iqin bo'yiga joylashgan bo'ladi. Shu iqin mahallaga nisbatan dengiz hisoblanadi. Ikrama yuqorqi oyatdagi dengiz so'zi to'g'risida mundaq deydi. Bu oyatda tilga ilingan dengiz sizlarga tanishlik bo'lgan dengiz demakchi emas, lekin har qanday bir mahalla iqin bo'yiga joylashgan bo'ladi. Yuqorqi oyatda tilga ilingan fasad degan so'zdan bo'lgan maqsad bandalar gunoh masiyatlarga cho'mib ketganda Alloh ularga tushirgan barakatsizlik, yomonlik, dard alamlardan iboratdir. Bandalar biror gunoh o'tkazib qo'yadi ekan, Alloh ularga azob avatadi. Ba'zi salaf ulamolari mundaq deydi. Sizlar biror gunoh masiyat paydo qilsanglarla, Alloh taolo o'z dargohidan bir azob tushiradi. To'xtalgan gap yuqorqi oyatdagi fasad so'zdan gunoh va gunohga sabab bo'ladigan barliq vositalar ko'zda tutilgan. Bu qarashqa Alloh taoloning Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi, degan oyati dalil bo'la oladi. Mana bizning hozirgi ahvolimiz dal mushundaq. Alloh taolo qilganlarimizning oz bir qismini bizga tetitdi. Navoda qilgan gunoh masiyatlarimizning hammasiga qarta jazolagan bo'lsa, yer yuzida hech qanday jonliq qolmagan bo'ladi. 14-bob. Gunoh masiyatlar yer yutib ketish va yer tavrashlarga sabab bo'ladi. Gunoh masiyatlar yer yutib ketish va yer tavrashlarga sabab bo'ladi. Gunoh masiyatlar sababidan barakat ko'tarilib ketadi. Payg'ambar alayhissalom Samud aholisi xarobiligidan o'tganda sahobalarni bu yurtga kirishdan to'sdi. Navoda kirishga to'g'ri kelib qolsa, yig'lab turib kirishga ruxsat berdi. Gunoh masiyatlarning shumliqi suvga ta'sir ko'rsatadi deb qarag'achqa, u yerning suvlarini ichishni, buloqlardan suv tortishni va shu mahallaning suvi bilan to'ygilarga halab etib berishni chekladi. Shuningdek, gunoh masiyatlar meva-chevalardagi mo'l suvning kemiyib ketishiga va nurg'un tabiiy ofatlarga sabab bo'ladi. Musnad-i Ahmadda mundaq bir vaqalik bayon qilinadi. Bani Umayyaning oshliq iskilatida xormining urqidek cho'nglikda bir tal bug'doy tepilgan. Bug'doy ayrim bir xaltaga silingan bo'lib, xaltaga bu bug'doy adolat zamonida ungan deb yozilgan. Alloh taolo tushirgan ofatlarning ko'pinchisi bandalar qilgan gunohlar tufaylidan bo'ladi. Sahroda yashaydigan peshqadamlarning aytib berishicha, ular meva-chevalarning hozirgidan cho'ngroq bo'lganligini ko'rgan ekan. Ular meva-cheva va ziroatlardagi hozir yuz berayotgan ofatlarning yaqindan buyon o'tirg'i chiqqanligini bayon qilishmoqda. 15-bob. Gunoh masiyatlarning chiroy turuq va shakl qiyofatlarga ko'rsatadigan ta'siri. Gunoh masiyatlar chiroy turuq, shakl qiyofatlarga ta'sir ko'rsatadi. Tirmizida Payg'ambar alayhissalomdan mundaq rivoyat qilinadi. Alloh taolo Odam alayhissalomning egizligini 60 gaz yaratgan. Odamlarning bo'y turqi izchil kichiklab,
hozirgidek holatga kelgan. Alloh taolo zaminni zolimlardan, gunohkor va xoinlardan poklashni iroda qilsa, payg'ambar alayhissalomning avlodidan bir odamni avatidi. U zulm, tengsizliklarga to'shib ketgan bu dunyoni adli adolatga purkaydi. İsa alayhissalom Yahudi va nasaralarni o'ldirdi. U Alloh taolo Muhammad alayhissalomga nazil qilgan dinni ijro qildi. Dunyo barakatga purkinib, burunqi holatiga qaytidi. Bir to'p odamlar bir dona anani yeydi va uning postida sayidaydi. Bir sop üzüm bir to'yga eg'irliqidek bo'ladi. Bir tal üzüm danishchisi bir to'p odamga yetidi. Zamin gunoh mahsiyatlardan poklanganligi tufayli gunoh mahsiyatlar va kofirliklar o'chirib o'tgan barakatlar asliga keladi. Shubhisizki, Alloh zaminga avatgan jazolarning qoldiqlari zaminga singib ketgan. Bu qoldiqlar burunqi ummatlarning jazolanishiga sabab bo'lgan. Ular yana o'zi shu sabablik avatilgan jinoyatlarni talab qiladi. Demak, ko'rilayotgan jinoyat, gunoh mahsiyat ko'rinishlari burunqilarga avatilgan shu azoblarning, jazolarning yuz berishidan derakdir. Alloh taolaning hikmati, koinotdagi qonuniyati boshdan oxir birdaklikka ega bo'lib, ig'ir jinoyatlarga ig'ir jazo, yengil jinoyatlarga yengil jazo beriladi. Alloh taolo barzah olamida va hisob olamida mushunday hukm chiqaradi. Shayton bor yerda barakat bo'lmaydi. Navoda bir odamni shayton o'z ilkiga ilib olsa, uning umridan, rizqidan, ish faoliyatlaridan, gap so'zlaridan barakat ko'tarilib ketadi. Shaytonga al bo'lgan odamning hayotida shaytonga al bo'lganlikning ta'siri ko'riladi. Shaytonga al bo'lganligi joylarda barakatsizlik yuz beradi. Shaytonning joyi jahannam bo'lg'achqa, shaytonga al bo'lganlarning hayotimi jahannamdagidek o'tadi. Jahannam deganda rohat, rahmat, barakat nada turibdi?